Bir qiz yangi maktabga ko'chib keladi. Maktabni aylanib chiqish uchun darsdan keyin qolib, hamma xonalarga kirib chiqadi. Lekin burchakdagi bir xona har doim yopiq bo'ladi. Kalit soladigan teshikka qaraganda xona ko'm-ko'k bo'ladi. Ertasi kuni sinfdoshlardan nima uchun u xona yopiq deb so'raydi va sinfdoshlarining gapi qizni shokka soladi. 2 yil oldin o'sha xonada bir qiz o'z joniga qasd qilganida va o'shandan beri u qizni ovozini hamma eshitadi. Eng qizig'i, o'sha qizni ko'zlari ko'm-ko'k edi. O'shanda anglab yetadi. O'sha teshikka qaraganda qiz xonani emas, o'lgan qizni ko'zlarini ko'rganini.